Alligatorni topdim oxiri. O'sha yerda u panada rizqini kutayotibdi. 1 metr, 1,5 metr kelsa kerak. Bu alligator ko'rinayotgani. Bu yerda ko'rinmayotganlari ham bor. Sezyapman suvda anaqa chiqadi, havo chiqadi deganda havo suvdan pufay chiqayotgandan sezyapman lekin. Alligatorlar qoni sovuqqonli hayvon bo'lgani uchun oyog'ida toshbaqalar ham bor. Ular ham shunaqa hayvon. Temperaturasidan, havodan oladi, quyoshdan. Bir marta ovqat yesa 1-2 yillab yura olarkanda. Suv muzlab qolsa agar suvni tumshug'ini chiqazib havo olar ekan u. Bir uyquga kirar ekan. Qishdan chiqqunicha. Bu ko'lni kichkina bir qismini ko'ryapmiz faqat. Bu yoqda yonida irmoqlari bor, katta ko'llar gulanib ketgan. Shunaqa shahar yonida bir xil mahallalarda ko'chalarga ham chiqib yuradi bu alligator. Odamlar ham o'rganib qolgan. Bu yoqda kattaroq joyga o'tdik. Men bitta ajoyib baliqni ko'ryapman. Bitta baliq bor, alligator baliq deyishadi. O'sha alligator tumshug'iga o'xshaydi. Ko'p stollar qo'yib qo'ygan. Chunki odamlar bir xillarda har xil miting qiladi bu yerda. Yig'ilib. Alligator yotibdi hali ham. Mana yonda turgan toshbaqalar alligator kattaroq bo'lsa, qonnosh bo'lsa tishlab
toshning ustidagi toshni sindirib yeydi baribir. Bo'lmasam tegmaydi. Mana yerda tabiat muzeyi bor ekan, kirib aylanib chiqdim. Shuni video qilish esimga tushib kelmabdi-da. Shishadan asalarini inini yasab qo'yishibdi muzeyning ichiga. Asalari tashqaridan kiradi-da. Muzeyning ichida tomosha qilib tursa bo'ladi asalarlarni. Mana bu joydan odamlar o'zini kichkina qayig'ini olib keladi-da. Shu ko'lga tushib suzib yurishadi. Ani boshqa joyda bitta kattaroq ko'l bor, yovvoyiroq joy. O'sha yerda o'shanaqa ani qayiqchiga hujum qilibdi. Unga hech narsa qilmagan-u, lekin krash alligator hujum qilgan. Kichkina qayiqda ketayotganda, kichkina anu baydarka deyishadimi? Sal balansi yo'qotsa odam ag'anab tushishi mumkin. Kuchi bor o'zi. Populyarniy kuchi Amerikada. Suvni yaxshi ko'radigan kuchi. Kameram olmayapti, bitta suv tagida katta baliq yuribdi. Men ko'ryapman, lekin kameram ko'rsata olmaydi-da. Alligatorlar eng ko'p qurboni odamlarga zarari kuchuv bo'ladi-da. Hozir mana kuchuv tumshug'ini tiqib suv ichdi-ku. Alligatorlar o'sha signal yubordi-da. Yana kuchuvni o'sha odati bo'ladi-yu, o'g'irlab oldiga boradigan. Alligator ham o'sha kutib turgan bo'ladi. Olib tishlab suvni tagiga olib kirib ketadi. Yozib qo'ygan, himoya qilingan zona, hech narsaga xalaqit bermaydigan. Ya'ni bu yoqqa kelgan odam o'zi uchun o'zi javob beradi.
tabiat muzeyiga o'xshagan joy bo'lgani uchun mana shu Floridada yovvoyi gullardan namunalar qo'yib qo'ygan. Mana bu yerda kapalay xona bor ekan, lekin yopib qo'yibdi. Bo'lsam kirardik ichiga. Mana suvni o'rtasidagi orolga o'xshagan joy. Oqib yuradigan orol deyishadi buni. Ya'ni yerga tegmagan. Suvni yuzasida yuradi. Mana ikkita qush. Noyoqroq qush. Bunaqa qush ko'p, lekin rangi oq bo'ladi. Bunaqa rangligini kamdan kam uchratganman. Bir marta tumshug'i qoshiqqa o'xshaganini ko'rdim. Xuddi shunga o'xshaydi. Tumshug'i qoshiqqa o'xshaydi. Mana Floridani yovvoyi tabiatidan olingan o'simliklar. These are Florida native plants. Another name is called the native plant of Florida. Which is your name? Joyi ham yoni aylanib chiqquncha 5-6 soat ketadi. Mana ichkarida mana karta olganman. Katta joy ekan umuman. O'shaning uchun ham Florida Amerika deyali pensiyaga chiqqan odamlar ko'chib keladigan joy asosan qari odamlar ko'p. Shunaqa tinchroq joylarni yaxshi ko'radi-ku.
Yashiga kitoblar qo'yib qo'ygan. Kimdir oladi, o'qiydi, qo'yadi joyiga. Kimdir uydan ko'tarib kelib qo'yib qo'yadi.